Prezident rahnamoligida qurilish materiallari sanoatini izchil rivojlantirishga qaratilgan keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonda O'zsanoat qurilish bank sohani moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ustuvor vazifalar ijrosini tizimli muvofiqlashtirishda muhim o'rin tutmoqda. Davlatimiz rahbarining 2025-yil 1-dekabrdagi qurilish materiallari sanoatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida soha yangi bosqichga olib chiqilmoqda. Jumladan joriy yilda ishlab chiqarish hajmini 62 trillion so'mga yetkazish, 3,5 milliard dollarlik investitsiyalarni o'zlashtirish, eksportni 1,5 milliard AQSh dollariga chiqarish, ekologik toza va energiya samarador materiallar ishlab chiqarishni kengaytirish, ilmiy tadqiqotlar bilan integratsiyani kuchaytirish hamda mahsulot xavfsizligi nazoratini oshirish kabi ustuvor vazifalar belgilandi. Shu maqsadda qo'shimcha imkoniyatlar yaratildi. Xususan 2028-yil 1-yanvargacha ayrim xomashyo va materiallar bojxona to'lovlaridan ozod etiladi. Marokash, Tunis, Misr, Mo'g'uliston, Jazoir, Qatar va Saudiya Arabistoni bilan sertifikatlarni o'zaro tan olish va import bojlarini kamaytirish bo'yicha muzokaralar amalga oshiriladi. Logistika yo'nalishida ham muhim yangiliklar yaratilmoqda. Xususan Termiz o'tkazish punkti orqali xavfsiz va tezkor harakatlanish ta'minlanib, eksport-import jarayonlari sezilarli darajada qisqartirilmoqda. Qaror doirasida zamonaviy boshqaruv, raqamlashtirish va sun'iy intellekt yechimlarini joriy etishga alohida e'tibor qaratilgan. Bu ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va moliyaviy shaffoflikni kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Mazkur qaror raqobatbardoshlik, ishlab chiqarish samaradorligi va moliyaviy shaffoflikni oshirishga xizmat qiladi. Buni Gamma Color Service korxonasi tajribasi tasdiqladi. Sun'iy intellekt va raqamlashtirish asosidagi yechimlar joriy etilishi natijasida texnologik, iqtisodiy va moliyaviy samaradorlik oshib, ta'minot zanjiri optimallashtirildi. Ishlab chiqarish, ombor va buxgalteriya yagona raqamli tizimda uyg'unlashib, nazorat va hisobdorlik kuchaydi. Ekologik toza va energiya tejamkor materiallar ishlab chiqarishni rag'batlantirish maqsadida 2026-yilning 1-iyulidan qurilishda qo'llaniladigan materiallarning kamida 25% ekologik toza bo'lishi talabi joriy etiladi. Shuningdek, davlat xaridlarida mahalliy materiallar ulushi kamida 80% etib belgilandi. Yuqori qiymatli mahsulotlar ishlab chiqaruvchilar gaz ta'minoti bilan ustuvor ta'minlanadi. 2026-yildan mahalliy korxonalarning ommaviy axborot vositalari orqali targ'ibot xarajatlari qisman qoplab beriladi. Sohada ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida yosh olimlar uchun xorijiy stajirovka va 30 milliard so'mlik ilmiy loyihalar tanlovi o'tkaziladi. Qurilish chiqindilarini qayta ishlash va utilizatsiya qilish bo'yicha yangi tartiblar joriy etiladi. 2026-yil 1-martdan xavfsizlik talablarini buzgan korxonalar elektron reyestrga kiritilib, davlat xaridlarida qatnasha olmaydi. 1-iyundan chiqindilarni takroriy foydalanish va qayta ishlash bo'yicha majburiy tartib joriy etilib, loyihalarda chiqindi hajmi va joylashuvi alohida ko'rsatiladi. Sohadagi islohotlar, ilmiy yangiliklar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga qaratilib, xomashyo bazasini chuqur o'rganish, laboratoriya tadqiqotlarini kengaytirish hamda mahalliy resurslardan samarali foydalanish orqali yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Sohadagi korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash maqsadida kredit foizlarining bir qismini kompensatsiya qilish mexanizmi joriy etildi. U aniq mezonlar va shaffof moliyalashtirish tamoyillariga asoslangan bo'lib, ish o'rinlari yaratish va savdo hajmlari ko'rsatkichlari bilan bog'langan. Bir so'z bilan aytganda, mazkur qaror qurilish materiallari sanoatini raqobatbardosh, ekologik toza va barqaror rivojlantirishga yo'naltirilgan muhim strategik hujjatdir.